10 yildan keyin eng ko'p afsus qiladigan 5 ta narsani aytaman. Birinchisi, vaqtni bekorga o'tkazganingiz. Ikkinchisi, til va kasbni o'rganishni kechiktirganingiz. Uchinchisi, telefonni rivojlanish uchun emas, ko'ngil xushlik uchun ishlatganingiz. To'rtinchisi, ota-onangiz bilan yetarlicha vaqt o'tkazmaganingiz. Beshinchisi, orzularingizni boshqalarning fikri uchun qurbon qilganingiz. Bugungi tanlovingiz kelajagingizni belgilaydi. Shunday yashash kerakki, 10 yildan keyin afsus emas, yaxshi ham shuni boshlagan ekanman deyish uchun. Aytgancha, sanab o'tganlarimdan qaysi biri sizga tegishli emas? Izohlarda yo'q.